Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, bizga shu O'zbekistonning Xorazmidan bir ayol kishi murojaat qilib chiqibdi. O'zbekistonlik blogerlarga juda ko'paga yozibdi, telefon qilibdi, uning murojaatini qabul qilmagan ekan. Bizga hozir shu og'ir xastaliklari haqida kasallik varaqalarini hammasini tashab berdi, pasportlari, manzillari. Do'stlar, qo'ldan kelganicha shu insonga yordam beraylik. 1 so'mmi, 2 so'mmi, kimni qo'lidan qancha kelsa. Qo'lidan kelmaydigan odamlarga do'stlar, imkoni boricha shu videoni like bosib, istoriyangizga qo'yib tarqatib qo'ysangiz, siz ham savobiga erishib qolgan bo'lasizlar. O'zlari ham mana shu videoni o'tkazmay ko'ring, gapirib chiqqanlar eshitib o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Albatta bu videoga like bosib tarqatib qo'yishingizni so'rab qolaman. Men 38 yoshdaman. 3 bolam bor, voyaga yetmagan. 2022-yildan beri onkologiyada davolanaman. Bo'ynimning o'ng tarafidan xavfli o'sma paydo bo'ldi. Toshkentga bordik, qon raki deyishdi. 10 marta ximiya oldim kuchlisidan. 40 marta nur oldim. Ko'p marta qon oldim. 7-8 oy yaxshi bo'lib yurdim. Keyin bo'ynimda yana chap tarafidan shish paydo bo'ldi. Meni mana shu bitta xonadan boshqa hech narsam yo'q. Tabiiy gaz yo'q, pechkada qizdiramiz. Hozir umuman lecheniyalarımdan ololmayapman. Leukositlarim ko'tarilib, taloqim, jigarim kattalashib ketyapti. Doktorlar zudlik bilan davolanishni boshlash kerak deyishyapti. Lekin meni sotib davolanadigan birorta mol-mulkim yo'q. Shuning uchun men chiqishga majbur bo'ldim. Aziz vatandoshlar, iltimos qilaman, bolalarim uchun yashab qolishga ko'mak bering. Qizim hali yosh. Bir kun yig'layapti. Oy o'lib qolmaydi.